Sizga 5 soniya beraman. Quyidagi bemorlarning qaysi birida gipertoniya bor? A, B, C. Javobingizni tanlab oling. To'g'ri javob esa B va C. C ni kutmaganmidingiz? Hozir tushuntirib beraman. AH klassifikatsiyasi bo'yicha normal bosim, sistolik bosim 120 dan past, diastolik bosim esa 80 dan past bo'lishi kerak. Misol uchun 115 ga 75. Bu normal hisoblanadi. Ikkinchisi, ko'tarilgan qon bosim. Bu yerda sistolik qon bosim 120 dan 129 gacha, diastolik bosim esa 80 dan past bo'lishi kerak. Bu hali gipertoniya emas, lekin norma ham emas. Birinchi darajadagi gipertoniya, sistolik bosim 130 dan 139 gacha, diastolik bosim 80 dan 89 gacha. Sistolik ham diastolik yuqori bo'lishi shart emas. Bittasini yuqori bo'lishi uje birinchi daraja deyishga yetarli. Shuning uchun bizni bemorda 135 ga 75 birinchi darajadagi gipertoniya hisoblanadi. 115 ga 85 ham birinchi darajali gipertoniya hisoblanadi. Chunki bu yerda diastolik bosim 80 dan 89 gacha degan joyga kiradi. Ikkinchi darajali gipertoniyada sistolik bosim 140 dan yuqori yoki diastolik bosim 90 dan yuqori bo'lishi kerak. Masalan, 145 ga 70 bo'lsa ham bu ikkinchi darajali gipertoniya, 120 ga 95 bo'lsa ham bu ikkinchi darajali gipertoniya. Keling, yana bir bor sizni tekshirib ko'ramiz. 128 ga 95. Bu qaysi holat? Norma, ko'tarilgan qon bosim, birinchi darajali gipertoniya yoki ikkinchi darajali gipertoniya. Qani topib ko'ramiz? Bu ikkinchi darajali gipertoniya. Chunki bu yerda diastolik qon bosim 90 dan yuqori bo'lyapti. Bularni esdan chiqarmaslik uchun shu ko'rsatkichlarni saqlab qoling. Keling, yana bir bor sinab ko'ramiz. 138 ga 92. Bu qaysi holat? Javobingizni yozib qoldiring.